shahar sirtidagi chimliq. Zerekchoqlarning qimmatli kitobini izlab tepish uchun Xaybov atritidagilar davomli sharqqa qarab ilgirlamoqda edi. Ular mana hozir dalada kechini o'tkazishning tayyorligini qilyapti. Sen ot ilahi ekansan bu. Ot içip kaldı. Otni yanına özüm yakay. Rahmet sana ot ilahi. Bibi, tezrak bağlamamsın. Uxtun. Boldi, iş bitti. Dinozavurcak, arğançını bundak bağlamaydı. Ot ilahi sen bu yana nemi kılıvatsın? Ot ilahi sen bu yana tuz kılayım kankıma bulandı. Arğançını dişlep özüvettin go. Ot ilahi. Bibi, hopu bomma. Ot ilahi bizge yardım kılmoqchi buluvatıdı. Shundoq, uni qilsa undoq qilmadi. Hey. Bundaq keçide ot ilahi bir xatarga yo'liqib qolmasa? Undaq bo'lmaydi. O shundoq yomon tursa, sizlar uni ko'rgan-ku. Biz et o'rmonliqqa berib uni izlab boqayli. Uningga bir ish bo'lib qolmasa? Yani sen kelsen go. Yani buzunçuluk kıkılı geldin ha? Hey. Hey. Başla, bizden Şahin'in yoşurunca damağını çıkarımı sızılıp kalmaz ha? Şahin hazır 18 bin çakram yiroqlikdagi o'yinchi sayyorada ustida tursa, u qandaqmi sezib qolsin? Siz ma ancha-muncha erkin ozodi yashab boqayli. Shunday. Yani bu yerge kelip kalamgacılık çıkarıcı bulma anladın mı?
Mening aramimni buzishga sen sababchi bo'lding. Endi seni qanday adablaymankin? Başlar, mening bir yaxshi amalim bor. Biz bu ot ilohini tutulib, uningdan foydalanib, xaybu atrofdagilarga taqabul qiraylik. Bu amalni men yoqtirib qoldim. Yoqtirsingizmi, meni urishingizni achdi yo'q-ku. Au. Sizlar heliqi chatoqchi o'ktamni davotamsizlar. U kelgan. Yana texi olmalarimning hammasini zidi qilyapti. Nima yaxshi, men o'sha zidi olmalarimni etib uni qo'g'layaptim. Qanday qilamiz? Men uningga suyankashlik qildim. Biz yana bilni bizayli. Şamay, ikimiz almalarni bo'ylab bizdayli. Ot ilahi. Sen bana qaramansan? Ot ilahi. Ot ilahi hozir faqat mening gapimni anglaydi. Qizchaq dal vaqtida kelibsan. Ot ilahi, ot yalqin o'qiyalaringni ot! Şamay, rahmet sana. Ot ilohi, ularga o'zini ko'rsatib qo'ying. Müşkak, tez yüzünü köster. Müşkak, tez bir iş kılışka zorunu iş kısan. Ot ilahi tez bu yoqqa kel! Ot ilahi çocuğuna yine gıdama. Baby. Çatak boldi, ot ilahini çocuğu tizgilmaganda kılıdı. Çocuğu, ot ilahini derhal koyuyor. Ot ilahi, korkma. Ben seni kovdayım. Ot ilahi, sen qaytib kelsanlar, men bu kempni sana beraman. Qanday qilaman? Ot ilahi yana men qiydavatamda nima? Beşim ağrıp ketdi. To'lib beljirlamanglar. O o'z ixtiyori bilan mening yonimda turyapti. Endi qanday qila olaysakin qani? Sizlar cho'qim ot ilahini tizgilayapsizlar. Men degan hamma odam maftun bo'lib qoladigan kelishgan yigit tursam, ot ilahini mening jalb qilish kuchim o'ziga tortdi. Bizga agashsa uningga biliq konservasi beramiz. Sizlar uningga yaxshi muomala qilmaydi ekansizlar. Ot ilahi, men sendan kechirim so'rag'lik keldim. Tunugun men to'g'ri qilmadim. Men sening bizga yaxshi niyat yordam qilmoqchi ekanligimni bilardim, lekin voy, bek yaxshi bo'ldi, ot ilahi asliga qaytdi. Aldirab xush bo'lib ketishma. Başlar, biz yana nimishga ko'yib bu shunday qo'rqib qolimi? Ajab ochimni keltirdi. Haybo atrofdagilar senlardan cho'qib o'chalaman.
Şahin rastla sizin kalmazma. Əsrəmə qoqunçaq, Şahin bu işini hər kəs bilməydi. Sizlar ishga hamoqat bu yerda nima qilyapsizlar? Sizlar tehi mendan yoshirincha dam olyapsizlar. Bugun sizlarni qandoq adablaymanki qani?